Mesela biz mayadaki styleni uçurup ettik. Bunun bizge zörüriyeti yok. Hem de men src'den birinin özge nima deb qo'ydim? Class my image deydigan bir narsani tatib qo'ydim. Endi bu my image degan narsa bu yerga yozilgan bo'lsa, masalan, my image padding 11 px olsun, 11 px 11 px 11 px 11 px olsun. Border'si rang tanlab beraylik. Mushkul rangda olsun. 1 px tomliqda olsun. Albatta buni qanday tomliqda qilish o'zingizning ixtiyori. Ondan keyin buningki shaklini o'zimiz tanlab beramiz. Yoshirnamdo, uzuk siziqmi yoki umumiy tuz siziqmi degandek men tuz siziq tanlab qo'ydim. Ondan keyin bu kodni oxirlashtirdim. Amaliyotda men HTML ga hech qanday bir narsa yozmadim, mushqur programmadan boshqa. Buni tor ko'rgich kirib boqay. Qarsam, menga bir kirvek chiqib berdi. Endi agar men xohlasam yana qanday qilib buni shaklini o'zgartirib boqay. Ma'ni 5px qilib boqay. 5px ondan ma'noga chiqib programni ijro qilsam, menga ijro qilib berdi, ya'ni ko'rsatib berdi. Demak, CSS deganning o'zi batning qurilmasi, uslubi, qavatlash holati, shakli, nusxasi, ya'ni batga yusun qo'shadigan yoki batni o'rinlashtiradigan har qanday bir programni yozdi. Ya'ni shu xil narsalarni ta'minlaydi demoqchi. Biz buningki RSM bu narsalarni oldi yuzdan ta'minlab beramiz yoki ASP kodi yoki PHP kodi yoki bo'lmasa JS kodi bilan yozib beramiz. U muhim emas. Bu yerda CSS kodi batning qurilmasini bekitadi. Unda qo'ysa biz shu CSS kodida zot nima-nimalarga qanday narsalarga qarata parametr bekitish ilib berildi. Bir boshdan kelib boqaylik. Endi eng ko'p ishlatilganimiz birinchi ulab bodyga qimmat bekitish. Bodyning ichidagi bekitilgan qimmatlar nihoyat ko'p. Ya'ni siz bu yerga bodyga bir qimmat bekitsangiz, butun mush bodyning ichidagi narsalarga ijro bo'ladi. Masalan, buning umumiy batning oq ko'rinish rangi, batningki oq ko'rinish rasmi, batningki umumiy xat nusxasi, xatning rangi, o'ng tarafdan to'g'rilanishi yoki so'l tarafdan to'g'rilanishi degandek mushundaq halqiliq umum programmalarni bekitamiz. Ya'ni mush bodyning ichiga umum ta'sir qiladi. Mayli siz bu bodyning ichiga nima ilang, mush bodyga bekitayotgan parametringiz albatta umum bekitilgan bo'ladi. Shuning uchun bu yerga mushundaq parametr bekitamiz. Bu oldiga hech qanday bir bel qo'yilmay yozilgan CSS kodi. Bu bevosita ko'rsatilgan mushu parametrga yoki mushu qimmatga yoki mush ko'rsatilgan o'ringa bevosita ta'sir qiladi. Ikkinchisi, oldiga chekit qo'yib yozilgan bu xil shakldagi bo'lsa, klass orqali tortiladi. Mana biz klass orqali tortib qo'ydik. Klass orqali tortildi, navbat tortilgan narsaning o'ziga ijro qilindi. Ya'ni klass deganimiz navbatga mush image src'ga tortilib qo'yildi. Agar buni bir font bekitgan bo'lsam, misolingga font color day color bo'lgan bo'lsa, buni oq yo qora colorni qora qildim. Font familiyasini xohlagan bir hozir Uyg'ur xat nusxasini bu yerga kirgizmabdik. Xohlagan bir xat nusxasi deylik. Xat nusxasini bekitib qo'ydim. Agar mushundaq bekitib qo'ygan bo'lsam, albatta menga bir A deb bir parametr bekitdim. Buning ichiga men bir xat yozdim. Yaxshimi siz saqlab etdim. Saqlab etgandan yoq buni ijro qilsam, yaxshimisiz degan xat qora holatda albatta qora bo'ladi. Xat nusxasi kichik holatda men menga xatningki razmerini bekitibday. Font size 24 px olsun. Endi tor ko'rgich kirib boqay. Ko'rsam, yana xat asildagi holatda shundaqmi? Endi men qanday qilay buningga klass orqali my image ni tortib beray. My image ni tortganning yoqi tor ko'rgich kirib boqay. Qarsam xatningki o'zi cho'ngib ketdi, girvek chiqdi, shakli o'zgarib ketdi, shundaqmi? Mana shundaq ta'sir ko'rsatilgan o'rinlarda buni ishlatamiz demoqchi.